ukam tilla bor sotiladi, olasizlarmi? Olamiz aka. Qani ko'rsaturing. Mana. Qani? Mana. Mana gipsingizni ichiga o'rab keldingizmi aka? Ha? Voy, mana ichi to'la Tilla uka. Qanaqa qilib yechamiz buni hozir? Kesaveraymi, qo'l sinmaganmi? Yo'q, qo'l sinmagan. Tilla o'rab kelgan sababi ko'chada o'g'rilar ko'p, shuning uchun boylab ketdim-da uni. Kelayman sen. Birov yurib ketmasin deb. Bo'ldi. Hozir zamonni bilasiz uka. Gap yo'q aka. Bularni ana bo'lmasa mana. Ehtiyot bo'lar ekanmiz shu joyda. Mana bo'lmasa. Bo'ldi, boshqa yo'q uka, ochmay qo'yaver. Bo'ldi, yo'q boshqa. Bo'ldi aka. Xo'p. Unda hisob kitobni bitta boshlaymiz. Bo'ldi uka. Okey, toshlaringizni ajratdim, lekin brilliantli emas, zolotoy ruka bo'lib kelibsiz. Bu yerda brillianti yo'q ekan. Yo'q. Xo'p. Hammasini ajratib qo'ydim. 585 probada. 585 probada. Xo'p. Bularingizni hammasi 585 probada ekan. Okey, mana bu toshlaringiz lekin hammasi yaroqsiz ekan. Bular oddiy oyna toshlar. Mana bularingiz hammasi 585 probada tilla. Mayli, bilmagan ekanman, bu brilliant emas ekan. Mana borib. Buni olib ketsangiz bo'ladi, bemalol olib ketib ko'ring. Bu yog'ini tortib olgan bu yog'ini. Bo'ldi. Xo'p. Men sizga hozir o'lchab beraman. Ancha mulk yig'ib qo'yibsiz. 410 47 gram 585 probada mulkingiz bor ekan, aka. Gap yo'q. Astoydil yig'ibsiz ekan. 410 47 bugungi kurs bo'yicha bittasi ham toshi ham yo'q ekan yana. 1 milliondan qilib beraman men sizga. 410 470 chiqyapti. 410 million 470 ming bo'lsa, men sizga 410 million 500 ming so'm qilib beraman. Undan ham zo'r qilib beraman. Zo'r uka. Xo'p, barakasini bersa rozimisiz aka? Roziman. Bo'ldi, gap yo'q. Keyingi safarchi qo'lingizga boylab nimalar qilib yurmang. Aytsangiz, men sizni o'zim borib uyingizdan olib kelaman. Bo'ldi uka, bo'ldi. Barakasini bersin. Hozir men sizga pulni beraman. Xo'p aka, mana bu yerda 200 million. Bu yerda yana 200 million. Bu yerda 10 million 500 ming so'm. 410 million 500 ming so'm kelishganmiz edi. Rahmat. To'xtang, men paketga solib bera qoling. Solib mustahkam qil, hech kim ololmasin shu paket ichidan. Bo'ldi aka. Harakatini bersan, yaxshiligiga xizmat qilsan. Rahmat uka. Xo'p, salomat bo'ling.